Mana eshigi ochildi. Mana farq chiqyapti. Qurish uchun qurib beradi hozir. Mana idish yuvadigan mashina. Medianiki. Ko'rinishlari. Idishlar toza yiltillab chiqadi. Suv ekonom bo'ladi, oqib ketmaydi. Buni oddiy gellab yuvilgan stakan bilan solishtirsa, bu ancha yiltillaydi. Chayni suvdalab yuvishi, unutasizlar, yiltillab beradi. Mana har safar mana shu pelalar ichilgan, choy ichilgandan keyin dog' bo'lib qoladi. Har safar chayni suvdalab yuvish kerak bo'ladi. Mana bunda bo'lsa umuman dog' bo'lmaydi. Hamma narsani, даже bankalarni yuvib beradi deyshadi. Hali tuzlamalar yopgan, xudo xolisa yuvamiz. Mana qozon tovoq, hamma narsa, tarelkalar, kosalar, hamma narsa. Qo'shuvlar. Joningiz rohati birinchidan, ikkinchidan vaqtingiz ekonom bo'ladi. O'rniga ibodat qila olasiz. Boshqa ishingizni, zakazlaringizni qila olasiz, ishingizni qila olasiz. Farzandlaringiz bilan shug'ullana olasiz. Mana bemalol